بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة المسافر. Demek, inshaalloh bugun sizlar bilan Hasan ibn Ammar Shurumbalari rahmatullohi alayhi nurli izoh kitoblarini kirgan musofir insonning namoza tegishi bo'lgan hukmlarni o'rganamiz. Asosan matnlarda qoidalar va unga ba'zi bir tafriqlarni musanniflar zikr qilishadi. Bu bobda safar masofasi qanday bo'ladi, qanday o'lchanadi va qanday hukmlar o'zgarishi mumkin, ayniqsa namozga tegishli bo'lgan hukmlar, qaysi hukmlar bor va safarni, ya'ni bir inson musofir deb e'tiborga olinishi uchun nimalar zarur, qachon u musofir deb e'tiborga olinadi. Har qanday masalan uzoqqa 100 kilometr, 200 kilometrlik joyga ketib olsa ham musofir bo'ladimi yoki yo'qmi? Qachon musofir bo'ladi? Ma'qulmi? Va namozni qasr qilib o'qishning hukmi nima? Ruxsatmi yo azimatmi? Ma'qulmi? Yo bo'lmasa namozda ba'zida nima bo'lib qoladi? Musofir muqimga, muqim esa musofirga ixto qilish holati bor. Unda nima bo'ladi? Shuni atrofidagi masalalarni nima o'rganamiz. Qoida va masalalarni o'rganamiz. Va ba'zida vatan masalasi ham keladi. Vatani asli, vatani iqomat, vatani sakan deydi, vatani sukno deydi. Ana shu vatanlar haqida ham gaplashib o'tamiz. Ma'qulmi? Xo'p. Safar nima degani avvalambor? Safar lug'atda qat'ul masafa, masofani bosib o'tish degan mazmunni ifoda qiladi. Biror bir o'lchov yo'q bu yerda lug'aviy ma'noda. Masofani bosib o'tishni nima deydi? Safar deydi, bironta o'lchovsiz. Ammo shar'iy istilohda esa nima? Maxsus o'lchov bor-da. Tushunarlimi? Shar'iy istilohda maxsus o'lchov bo'ladi. Shariatda niyat ila maxsus sayr ila, niyat bilan maxsus sayr ila bosib o'tirgan, ya'ni chegaralangan masofani bosib o'tishni safar deydi. Niyat bilan maxsus ko'rinishda, sayrda belgilab qo'yilgan masofani bosib o'tishni safar deydi. Ma'qulmi? Demak, bir inson musofir bo'lishi uchun muqaddar, ya'ni shariat tomonidan belgilangan nima bo'lishi kerak ekan? Masofani bosib o'tish kerak ekan. O'sha masofaga boradigan bo'lish kerak ekan. Va shu bilan bir qatorda maxsus sayr deyaptilar. Uni inshaalloh gaplashamiz. Ya'ni ba'zi joylarga hozir nima? O'zi 3 kecha kunduzga bosib o'tadigan yo'lingizni hozir 2 soat, 3 soatga yetmasdan turib nima qilyapsiz? Bosib o'tyapsiz. Unda musofir bo'lmaysizmi yo bo'lasizmi? Maxsus sayr deb tushunganda biz nimani tushunamiz? Samolyotda uchish tushunishimiz kerakmi? Yo poyezdda borish tushunishimiz kerakmi? Yo nimani tushunishimiz kerak? Tamommi? Yo bo'lmasa bir inson niyat bilan deyapmiz. Niyat ham lozim. Bir inson nima? Niyatsiz yo'lga chiqib ketdi, yo'llarni bosib o'tyapti. Niyati yo'q safar qilish. Bir narsani oqtarib ketdi. Oti yo'qolib qoldi, otini oqtarib ketyapti. Unda musofir bo'ladimi yoki yo'qmi? Garchi u nima 150 kilometr nariyoqqa chiqib ketgan bo'lsa ham.
Tamommi? Tushunyapsizlarmi? Safar 3 turli bo'ladi. Safaru to'a. Toat safari bo'ladi. Ma'qulmi? Masalan, talib ilmda safar to'a. Ma'qulmi? Yaxshi ishlarda safar qilish, safar to'a. Hajga borish, safar to'a. Safari muboh bor. O'tirish tijorat ishlari. Masalan, Turkiyada kelyapti. O'zbekistonda tijorat ishi bilan shug'ullanadigan inson Turkiyaga kelib mahsulot olib ketyapti. Tijorat safari bu yerda. Safari muboh. Safari ma'siyat bor, gunoh safar. Bir shahardagi odam boshqa o'sha safar masofasida bo'lgan joyga boradigan bo'lsa, ya'ni shar'iy nimada o'lchovdagi joyga boradigan bo'lsa, va haligi ma'siyat niyatida boryapti. Ma'siyat qilish niyatida boryapti. Bu ham nima? Safari ma'siyat bo'ladi. Biz Hanafiy mazhabda toat safari bo'lsin, ma'siyat safari bo'lsin, ruxsatlardan barobar. Ma'qulmi? Ma'siyat niyatida kelgan bir safar qilgan inson ham garchi nima, maqsadi nima, ma'siyat bo'lgan taqdirda ham, lekin safar qilganligini e'tibordan namozni qasr qilib o'qiveradi. Tushunarli? Xo'p, musannif alayhi rahmat musofirning namozi bobiga kirishib aytadilarki, أقل سفر تتغير به الأحكام مسيرة 3 أيام من أقصر أيام السنة بسير وسط مع الاستراحات deydilar. Demek hukmlar u ila o'zgaradigan safarning eng oz miqdori masiratu 3 ayyamin 3 kun sayr qilishdir, masofani bosib o'tishdir. Ana shu 3 kun qaysi kunlardan bo'ladi? Min aqsori ayyamis sana. Ma'qulmi? Yilni qisqa kunlaridan iborat bo'lgan 3 kunni e'tiborga olinadi. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Bu yerda tatag'ayyar, ya'ni bisarin vasatin ta'rif tugatib qo'yaylik. Yilning qisqa kunlarini, ayyam kunduzini qisqa kunlari bo'ladi-yu. Ana shu qisqa kunlarni kunduzi qisqa bo'ladi, kechasi uzun bo'ladi ba'zan. Ana shu yilni kunduzini qisqa kunlardan 3 kunda bosib o'tadigan masofadir va bosib o'tishda bisayrin vasatin o'rtacha yurish ila, sayr qilish ila. Mal istirohat, albatta u safarda nima? Rohatlanishlar bilan birga bo'ladi. Ma'qulmi? Xo'p, hukmlar u bilan o'zgaradigan degan jihati. Avvalambor nima? Ana shuni bahs qilamiz. Qaysi hukmlar? Desa, masalan, namozning qasr qilinishi, jumani zimmaga farz bo'lmasligi, ayitlarni vojib bo'lmasligi, Ramazon ro'zasini tutmaslikka ruxsat bo'lishligi, udhiya zimmasiga lozim bo'lmasligiga o'xshagan hukmlar o'zgaradigan safarning eng oz miqdori qancha ekan? 3 kundir. Xo'p, bu yerda musannif alayhima 3 ayyamin deb turib kunduzini nima qildi? Keltiryapti. Kechasini aytgan yo'q. Chunki asosan nima, sayr qilish nimada bo'ladi? Kunduzda bo'ladi. Masalan, birinchi kuni to saharda nima qiladi? Safarga otlanadi, to zavorgacha yuradi. Oldin masalan otlarda, tuyalarda bo'lganda ko'pincha otda sayr qilganda, o'tgan kunlarni ko'ryapsizlar kinosini. Menga o'xshagan Otabek degan bitta odam nima qiladi? Otga minib, Toshkentdan Marg'ilondan Toshkentga qaytadi. Otga minib olib, nima sayr qilishga. Endi o'shunda ertalabda tong saharda sayrga boshlaysiz. Sahar payt nima bo'ladi? Sayr qilishga xotirjam bo'ladi-da, tiqilinch bo'lmaydi, to'g'rimi? Sayr qiladi to zavorgacha. Mana shu holatni yaxshi tushunib olinglar. Birinchi kun zavorgacha sayr qiladi-da, keyin to'xtab,
tushib namozini o'qiydi, boshqasini o'qiydi, taomini yeydi, oyog'ini uzatadi, damini oladi, hayvoniga dam beradi. Ana undan keyin ertasi kuni yana sahar turib nima qiladi? Tong sahardan yana boshlaydi nima sayr qilishdi, to zavoldan keyingacha sayr qiladi. Zavoldan keyin nima qilib, to'xtab ham tushib, damini olib, nimasiga ham uloviga ham dam berib, yana 3-kuni yana tong sahardan nimagacha zavolgacha sayr qiladi, yana tushadi. Shuncha masofa. Shu holatda bo'lgan, shu holatda amalga oshirish sayrdi. Shuncha shu holatda qancha masofani bosib o'tadi. Ma'qulmi? O'shanaqa joyga ketayotgan bo'lsa, qasd qilib. Tamommi? O'sha joyga ketayotgan bo'lsa, o'shanaqa joyga ketayotgan bo'lsa, xuddi shu ko'rinishda qancha masofani bosib o'tardi. Xuddi shu ko'rinishda, masalan, Toshkentdan Farg'onaga xuddi shu ko'rinishda kelar ekan, farazan. Farazan xuddi shu ko'rinishda zavolgacha nima? Otda sekin yuradi, yo tuyada sekin yuradida, keyin to'xtaydi, zavolda tushadi, rohatlanadi, taomini yeydi, namozni o'qiydi, uxlaydi, damini oladi, yana ertalabda turib nima qiladi? Hayvonini turg'izib, boshqa qilib to'ydirgandan keyin yana yo'lga chiqadi. To zavoldan keyingacha davom etadi, yana to'xtaydi, yana suvini ichadi, yana ertalabda 3-kun tong sahardan nima qiladi? Sayrga chiqishni boshlaydi, to zavolgacha yetib boradi. Ma'qulmi? Shuncha masofani o'sha shu holatda qanchada nima qiladi? Amalga oshiradi. Qancha masofa bo'ladi? Mazhabdagi asl nima? O'lchov shu. 3 kun. Shunday tarzda bo'lishi sayrda. Ma'qulmi kayfiyati? Hozirgi kunda esa ulamolarimiz nima qilgan? Uni kilometrlarda nima qilgan? O'lchagan. Tamommi? Kilometrda o'lchagan. Va bizni O'zbekiston fatvo markazi 90 kilometrga fatvo bergan. Demak, ba'zilar nima 96 kilometr deganlar ham bor. 90 dan past 80 kilometr deganlar ham bor. Tushunarlimi? 120 kilometr deganlar ham bor. Fatvo markazimiz mana 90 kilometrlik fatvosini berdi. Shuning uchun 90 kilometrlik joyga bir odam borishni niyat qiladigan bo'lsa, odatda o'sha ulov bilan tuyasi bilan borganda Bisayl vasotin deyapti, o'rtacha yurish deyapti. Demak, haligi boradigan masofaga 90 kilometrga o'rtacha yurish emas, tezlik bilan borib qolsa ham musofir bo'laveradi. Chunki aslida nima o'rtacha yurishni nimasi e'tiborga olinadi. Tushundingmi? Bisayl vasotda. Ma'qulmi? Val vasatu endi o'sha o'rtacha yurish qanaqa bo'ladi? Desa, sayrul ibli va mashul aqdam. Ma'qulmi? Tuya yurishi bilan nimani? Oyoqda qadamda yurishni e'tiborga olinadi. Bu fil barri, quruqlikda deydi. Ma'qulmi? Quruqlikda bo'lsa, o'rtacha yurishni qanaqa bo'lar ekan? Tuya bilan nimani yurishi bo'ladi. Ino fil jabal bima yunasibuhu. Endi tog'da-chi desa, bu tog'da mana bu quruqlikda yurganda yura olmaydi-yu, unga munosib bo'lgan. Garchi quruqligida, masalan, unda chunki tepaligi bor, pastligi bor, chuqurligi bor, boshqa bor. Quruqlikda yurganingizda bir kunda yetadigan masofasiga unda nima? Yurishning natijasi haligi ko'rinishda. Ertalabdan harakat qiladi, keyin to'xtaydi, damini oladi, boshqa qiladi, yana ertalabdan boshlaydi. Xuddi shunday ko'rinishda bir kunda bosib o'tadigan joygacha yetib borishi mumkin. Bu holatga qarab ish qiladi. Ma'qulmi? Va fil bahr endi dengizda-chi desa, o'rtacha yurish qanday hisoblanadi desa, sayr ya'tidalur rih, ya'ni shamol nima? Mo'tadil bo'lganda kema 3 kunda qancha yetib boradi? Ma'qulmi? Mo'tadil bo'lib turganda, ya'ni to'lqin, shabada bo'lib tursa, endi nima? Sayr qilishdan to'xtatib qo'yadi uni. To'g'rimi? Mo'tadil bo'lganda havo nima bo'ladi? U o'rtacha yurishga ketadi, to'g'rimi? Tez ham ketmaydi, o'rtacha ketadi. Ana shunda nima 3 kunda qancha masofani bosib o'tadi? Shunga qaraladi. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Ana shunday deb e'tiborga olinadi. Endi bir joyga bormoqchisiz, unda ikkita yo'l bor. Bittasi nima? Safar masofasi yo'li, ikkinchisi tomondan yurishsiz nima? Safar masofasi emas. Tushunarlimi? Qaysi yo'ldan yurishga bog'liq. Agar siz safar masofasi bo'lmagan yo'ldan yuradigan bo'lsangiz, musofir emassiz. Safar masofasi bo'lgan yo'ldan chiqadigan bo'lsangiz, siz musofirsiz. Masalan, Andijonga bormoqchisiz, deylik. Shahringiz bu yerda.
o'sha Andijonga bunaqasiga bu tarafdan aylanib chiqib keyin bormoqchisiz. Ha? Aylanib chiqib bormoqchi bo'lsangiz nima bo'ldi? 90 kilometrni ifoda qiladi bu. Lekin bu tarafdan shunday chiqib qo'ysangiz 60 kilometr. Tamommi? Bu tarafdan aylanib o'tadigan bo'lsangiz 90 kilometr. Ma'qulmi? Ana men qaysi yo'ldan yursam o'sha yo'l e'tiborli bo'ladi. Tamommi? Agar bu tarafdan bu yo'ldan men ketsamki Andijonga musofirman. Bu yerdan 60 kilometrni bu yoqdan chiqib qo'yadigan bo'lsam Andijonga, maqsadimga men musofir emasman. Tushunarlimi? Xo'p. Endi safar masofasiga chiqibdi, niyat qilib. Nima bo'ladi desa, fayaqsurul fardal ruba'iyya man nawas safar. Safarni niyat qilgan odam 4 rakatli farzlarni nima qilar ekan? Qasr qilib, ya'ni 2 rakat qilib o'qiydi. Ma'qulmi? Lekin nima bo'lish kerak? Man navas safaro bo'lish kerak shartda. Safarni niyat qilish kerak, qasd qilish kerak. Tushunarlimi? Mana bu joyda men o'tiribman. Musofir bo'lishda ikkita shart bo'lish kerak. Bittasi safar niyati, ikkinchisi harakat. Ma'qulmi? Men safarni niyat qildim, hali harakatlanganim yo'q. Men muqim bo'laveradi. Qachon men harakatga kirib, safarni niyat qilib harakatga kirdimda, va chegaramdan chiqdim, ana shunda musofir hukmlanadi. Ma'qulmi? Faqat nima boradigan joyim, manzilim, mani shahrimdan boradigan joyim, manzilim nima bo'lishi kerak? Ma'qulmi? 90 kilometrli masofa bo'lishi kerak. Shuni oshgan emas, 90 kilometrli masofa. Undan oshgani batariqa oladigan. Tushundingmi? Walau kana asiyan bi safarihi. Garchi nima bo'lsa ham, safar sababdan nima osiy bo'lsa ham, ma'siya safarni qilsa ham biz Hanafiy mazhabda nima 4 rakatli farzni nima qiladi? 2 rakat qilib o'qiydi. Tushundingmi? Qachondan beri musofir bo'ladi? O'sha borgan 90 kilometrda musofirmi borgan joyida? Desa, iza jawaza buyuta maqamihi va jawaza aydan mattasala bihi min fana'ihi. Wa in infasala al-fana'u bi mazra'atin aw qadri ghalwatin la yushtaratu mujawazatuhu. والفناء المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى. Qachondan beri musulmon musofir bo'ladi? Ya'ni men shahrimdan to boradigan joyimgacha masofa nima ekan? Eng kamida 90 kilometr ekan. Xo'p, men shuni qasd qilib niyat qildim. Chiqishdi. Men shahrimning chegarasidan chiqdim. Boshqa shaharga kirdim. Shunda boshqa shaharga kirdim. Chunki viloyatlarda shaharlar, tumanlarda qishloqlar bo'lingan-ku. To'g'rimi? Chegara qo'yilgan, to'g'rimi? Bir qishloq ikkinchi qishloqqa xizmat qilmaydi. Yo bir shahar ikkinchi shaharga nima qilmaydi? Xizmat qilmaydi. Hamma o'zinikini nima qiladi? Idora qiladi, to'g'rimi? Xo'p, shu paytda men 90 kilometrli boradigan joyimni qasd qildim. O'sha yoqqa borganimda musofirmanmi? Qachondan boshlandi mana musofirlik hukmi? Uydan chiqqanimdan keyinmi yoki shaharimning chegarasidan chiqqanimdan keyinmi? Desa, iza jawaza buyuta maqamihi, yashaydigan nimani, shahrini uylaridan chiqqandan keyin. Demak, buyut degan so'zni ishlatyapti musannif. Bayt bas, tushundingizmi? Jam keltiryapti. Demak, siz uyingizdan chiqdingiz, ammo shaharingiz chegarasidan chiqqaningiz yo'q. Tamommi? Safarga ketyapsiz, ammo nima? Shahringiz chegaradan hali chiqqaningiz yo'q. Demak, siz nimasiz? Muqim bo'lib turasiz. Qachon siz nima? Shahringiz chegarasidan chiqqandan keyin nima bo'ldi? Musofirlik hukmida bo'ladi. Tushunarlimi? O'shadan siz nima qilsangiz? Masalan, shahringiz chegarasidan 1 kilometr nariyoqqa o'tsin bo'ldi, musofirsiz. Tushunarlimi? O'shadan siz safar nima namozlarni qasr qilib o'qirasiz endi. O joyga borish shart emas. Tushunarlimi? Xo'p, safar shahringiz chegarasidan chiqdingiz. Va shahringizga qo'shimcha yana nima? Shaharga xizmat qiladigan joy bor. Ertaga odamlar kamroq yashashi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin nima? Shaharning foydasi uchun, shahar uchun xizmat qiladigan joy bor. Va bu muttasil. Chiqishingiz bilan shahar chegarasidan chiqishingiz bilan u boshlanadi. Muttasil. Ana endi siz nima? O'sha joydan o'tganingizdan keyin musofir hukmdasiz.
Tushundingizmi? Shuning uchun aytyaptiki, shahringizni, maqomingizni nima uylardan o'tganingizdan keyin va javoza aydon yo bo'lmasa nima bo'ladi? Unga fanosi, unga xizmat qiladigan joy muttasil bo'lgan bo'lsa, shahar chegarasiga yopishgan bo'lsa, ana shu yopishgan joydan, unga xizmat qiladigan joydan chiqqaningizdan keyin uni chegarasidan musofirlik hukmida bo'lasiz. Ma'qulmi? Va in infasala al-fana'u bi mazra'atin aw qadri ghalwatin. Endi agar deydi fano, hozir fanoni tushuntiradi. Ana shu fano shaharga xizmat qiladi-yu, lekin shahar bilan ajratilgan o'rtasi. Nima bilan? Bir dala bilan. Yo bo'lmasa bir g'olva bilan, g'olva miqdori, ya'ni 200 metrga yaqinroq. 184 metrmi, shunaqa taqriban 200 metrga yaqinroq. Ma'qulmi? Shunaqa bo'shliq bilan nima qilingan? Ajratilgan. Shahar tugagan, keyin bo'shliq bor. Ma'qulmi? Yo bo'lmasa dala-pala borda, keyin undan keyin nima bor? Fano bor. U fano nima qiladi? Shaharga xizmat qiladi. Tushundingizmi? Ana unda nima? Shahardan chiqqaningizdan keyin bo'laverasiz. Fanodan o'tish shart emas endi. Tushunarlimi? Xo'p, val fana'u fano nima degan desa, al makanul mu'addu li masalihil balad. Shaharni manfaatiga joriy qilingan, tayyorlab qo'yilgan makonni nima qilinadi? Unga xizmat qiladigan joyni fano deydi. Tushunarlimi? Xuddi masalan masjidning fanosi bor-a? Fotih masjiddan shunday ichkarida katta masjiddan chiqishingiz bilan atrofida nima? Hovlisi bor. O'sha fanosi deyiladi. O'shunga xizmat qilgan joriy qilingan. Tushunarlimi? Xuddi shaharda ham shahar chegarasidan chiqdingiz, odamlar yashaydigan joyda keyin fanosi. Ma'qulmi? Nima xizmat ko'rsatish mumkin? Karakter davo. Masalan, hayvonlarni nima qiladi? Mashq qildiradigan joylar, hayvonlarni olib borib qo'yadigan joylar, otlarni o'sha yoqqa olib borib qo'yadigan joylari, yoki dafnin mavta, yoki o'liklarni o'sha tarafga nima qiladi? Ko'madi. Shaharga xizmat qiladi, shaharda o'liklari borib ko'miladigan joy tayyorlashgan o'shaqa. Shaharning ichida va shahar tashqarisida bo'lsa, lekin shaharga muttasil holatda. Ha? O'sha holatda bo'lsa, o'sha makon bo'lsa, o'shadan o'tgandan keyin. Tushunarlimi? Tushunyapsiz qoidani? Ana shundan keyin siz nima musofir hukmida bo'lasiz. Va yushtaratu li sihhati niyati safari thalathatu ashya. Demak, niyatni durust bo'lishi uchun, ya'ni safar niyati durust bo'lishi uchun 3 ta narsa shart. Ya'ni bu yerda o'tirib, men o'zimdan o'zim safar niyatini qildim desam, niyatim e'tiborli bo'lib qoladimi yoki yo'qmi? Desa, yo'q, 3 ta shart bor. Ana shu 3 ta shart topiladigan bo'lsa, keyin mening safarga qilgan niyatim e'tiborli bo'ladi. Keyin meni zimmamda nima bo'ladi? Safarda hukmlari joriy bo'la boshlaydi. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Xo'p, birinchisi al-istiqlalu bil hukm val bulugh va adam nuqsoni muddati safar an salasa ayyamin. Hukmda men mustaqil bo'lishim kerak. Kimgadir tobe bo'lishim kerak emas. Hozir musannif buni tushuntiradi misollarda. Qoida demak nima ekan? Men hukmda nima qilishim? Mustaqil bo'lishim kerak. O'zim qarorim o'zim boshqaradigan odam bo'lishim kerak. Ma'qulmi? Birov meni boshqarmasin. Bir val bulugh baloga yetgan bo'lish. Va uchinchisi esa safarning muddati, safarning nimasi? Uzoqligi deylik, 3 kunduzdan oz bo'lmasin. Ya'ni hozirgi tilda aytadigan bo'lsa 90 kilometrdan past bo'lmasin. 70 kilometrlik joy, 60 kilometrlik joy bo'lmasin degani. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Mana shu 3 ta holat bo'lsa nima bo'ldi? Shu holat amalga oshadigan bo'lsa, ya'ni 3 kecha kunduzli, ya'ni 90 kilometrlik joy va o'zimni qarorimni o'zim boshqaradigan odamdan baloga yetganman, demak, meni niyatim e'tiborga olinadi. Ma'qulmi? Agar unday bo'lmaydigan bo'lsa, fala yaqsur ma lam yujawiz umrona maqomihi. Ya'ni nima qilar ekan? O'zini shahrini, ma'qulmi? O'zini shahrini imoratlaridan, ya'ni chegarasidan chiqmagungacha namozni qasr qilmaydi. Aw jawaza va kana sabiyan aw tabi'an. Yoki chiqdi-yu, lekin u sobiy bola. Yoki tobe, ma'qulmi? Kimga ergashgan, uni boshqaruv bilan yuradi. Lam yanwi matbu'uhu as-safara. Uning matbusi, ya'ni ergashadigan shaxs safarni nima qilmayapti, niyat qilgani yo'q.
xuddi nimaga o'xshaydi? Kal-mar'ati ma'a zawjiha. Eri bilan nima aylangani chiqdi. Eri safarni niyat qilgan yo'q. Xotin ergashib ketaveradi. Ma'qulmi? Wal 'abd ma'a mawlahu. Qul hojasi bilan chiqqan. Hoja nima qilmagan? Niyat qilmagan safarda. Qul niyat qilgan taqdirda ham uniki e'tiborga olinmaydi. Hojasiniki asli bo'ladi. Bu tobi'da. Yo bo'lmasam al-jundi ma'a amirihi. Askar o'zini nimasi bilan, amiri bilan, boshlig'i bilan, qo'mondoni bilan chiqqan. Qo'mondon gapgan. Ket desa ketadi. Uning holati nima? Qaror holati bas uniki. Ma'qulmi? Bo'ysunadi. Aw nawiyan duna salasa yoki 3 kundan pastini nima? Niyat qilgan. Boradigan joyi nima? 90 kilometrlik joy emas. 70 kilometrlik joy, 50 kilometrlik joy. Tamommi? O'sha yoqqa borishni niyat qilyapti. Demak, u shar'iy safar emas. Safarning urfisi ham bor. Unda masjiga masjid ochishga safarga yaraydigan bo'lsin degani urfiy safar tushuniladi. Ma'qulmi? Bir farsa ya'ni 5 kilometr masofa. Alloh alam. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Va tu'tabaru niyatul iqamati va safari min al-asli duna taba. Ana keyingi qoida shuki, iqomat va safarning niyati kimdan e'tiborga olinadi? Asldan, tabadan emas. Masalan, erdan, xotindan emas. Mavlodan, quldan emas. Ha? Otasi bilan chiqqanmi, sobiy boladan emas. Otasidan. Ma'qulmi? Qachon desa, in alima niyatul matbu' fil asah. Agar tobiimiz matbu'ning niyatini, ergashayotgan shaxsning niyatini biladigan bo'lsa-yu, shunda xilof qildi o'sha niyatga. Ha? E'tiborga olinmaydi. Balki nimaniki e'tiborga olinadi? Asldiki e'tiborga olinadi. Asoq qovuldi deydi. Yana boshqa qovul ham bor bunda. Ahvotda mana shu qovul ham deganlar ham bor. Ya'ni bu degani qanday ko'rinadi? Ayol erga ergashib nima qildi? Namozini boshladi. Safarga chiqishgan. Er safarni niyat qilgan. O'sha paytda namoz o'qiyotgan paytda nima qildi? Qolishni, ya'ni peshinda o'qiyotgan paytda 15 kun qolishni niyat qildi er. Ha? Ayol kishi bildi uni. Ayoli. Bilgandan keyin o'sha paytda uni niyatga xilof qilib, nima iqomatni niyat qilganim yo'q, men safarni niyat qilib turib, nima qilinmaydi? 2 rakat namoz o'qilmaydi. Xilof qilmasin. Tushundingizmi? Orqasiga turib olib. Tushundingizmi? Tushunyapsizmi? Lekin bilmasa-chi holimni. Nima niyat qilganligini, iqomatni niyat qilmi, safarni niyat qilyapti. Chunki safarni niyat qilmasdan bir narsani oqtarib ketishdi. Bolasi yo'qolib qolibdi. Yurt ketdi, xotin oqtaramiz, bolasini oqtarib ketishdi. Niyat safar emas. Bolani oqtarish. Ketdi. Aqa chiqib, ketdi o'sha qarab. Maqsad bolani oqtarish. Safar emas. Holati nima bo'ladi? Muqim bo'ladi bular. Tushundingizmi? Holati muqim bo'ladi. Tushunarlimi? Shu paytda agar asl holat nima? Muqimlik. Lekin er safarda niyat qildi endi. Shu paytda. Ammo ayoli bilgan yo'q. Bilgan yo'q. Safarda niyat qilganligi. Shunda nima? Ayol kishi bilmagan holatda ham nima namoz durust bo'laveradi. Bilmagan bo'lsa. Tushunarlimi? Bilmagan bo'lsa namoz durust bo'laveradi. Ammo bilib turib xilof qilib bo'lmaydi. E'tiborga olinmaydi uni. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Tushunyapsizlarmi? Odatda ko'proq nimada bo'ladi? Ayol holatlari safarda turibdi, safarga chiqishgan er xotin, lekin er o'sha yerda nima qildi? 15 kun turaman degan niyat qildi, lekin undan xabari yo'q xotinda. Asl holat nima edi? Safar edi. Asl holat safarni e'tibordan ular namozni qasr qilib o'qish kerak edi. Tamommi? Xo'p, erning nimasini, niyatini bilgan yo'q, iqomatini. Ayol kishi nima iqtido qilib nima qilyapti? Erga namoz o'qiyapti. Er iqomatni niyat qilgandan keyin 2 rakat farzini 4 rakatga aylanib qoladi, to'g'rimi? Ayol bu narsani bilgan yo'q. Iqtido qilib namoz o'qib qo'yibdi. 2 rakat tugatib qo'yibdi. Nima bo'ladi? Bilmagan bo'lsa durust bo'ladi namoz. Ma'qulmi? Faqat nima? Bilgan paytda matbusi ergashayotgan shaxsini niyatini bilgan paytda xilof qiladigan bo'lsa durust bo'lmaydi.
Masalan, eri peshin o'qishdan oldin nima? Bo'ldi 15 kun turamiz, shuni niyat qildim dedi. Kelishdi Turkiyaga, O'zbekistonda. Nima? Musofir bo'lib yurishdi, yoqib qoldi. Endi nima qilamiz? 15 kun turib, keyin ketamiz dedi. Nimaga aylanib qoldi? Muhimga aylanib qoldi. Tushunarlimi? Ayol shuni bildi, eshitdi. Lekin nima? Yo'q, men musofir safarni niyat qilaman, iqomatni niyat qilaman deb turib, namozga kirishadigan bo'lsa, er bilan birga o'qiydigan bo'lsa, 2 rakat tugatadigan bo'lsa, namoz emas. Bilib turib nima qiladigan bo'lsa, chunki erda niyati e'tiborli. Ma'qulmi? Tushunarlimi? Tushunyapsizlar? Endi alima niyatan matbu fil asoh dedilar. Wal qasru azimatun indana. Xo'p, namozni to'liq o'qish azimatmi yoki nima? Namozni qisqa qilib o'qish azimatmi safarda? Masalan, Ramazon oyida safarga chiqadigan bo'lsangiz, ro'za tutmaslik ruxsat. Lekin taqvorog'i, kuchlirog'i, quvvatlirog'i nima? Va antasumu khayrul lakum. Ro'za tutsangiz safarda yaxshi. Tamommi? Xo'p, bu nimada ham safarga chiqqanda namoz masalasida ham 4 rakat qilib o'qishimiz yaxshimi? Yoki 2 rakat qilib o'qishimiz yaxshimi? Desa, val qasru azimatun indana. Biz Hanafiy mazhabda qasr qilib o'qish azimat. To'liq qilib o'qiman, siz gunohkor bo'lib qolasiz. Chunki Xudo taolo sizga nima qildi? Hadiya qildi, 2 rakat qilib o'qing. Yengillik berdi. Shuni qabul qilmasa, yengillikni qabul qilman deyish bo'ladi. Zo'rman demoqchida. Tushundingizmi? Tushunasizmi oson? فإذا أتم الرباعية وقعد القعود الأول صحت صلاته مع الكراهة. Shuning uchun 4 rakat qilib o'qib qo'yibdi. Lekin birinchi qa'dani qilgan. Azimat 2 rakat bo'lganligi uchun uni haqqida nima? Birinchi qa'dada o'tirishi, ya'ni 2 rakatda oxirida o'tirishi farz unda. Tushundingizmi? Shuning uchun 4 rakat qilib o'qib qo'yibdi namozni va qa'dal quludal avval. Birinchi qa'dada o'tirgan. Demak, farz amalga oshirgan. Tushundingizmi? Farzni amalga oshirib bo'ldi degan. Sohat solatu. Shu sababdan nima? Namoz durust. Lekin ma'al karoha. Makruhlik bilan bo'ladi. Tushunarlimi? Keyin o'tib ketadi. Lekin nima? 4 rakat qilib o'qimaslik kerak. Bitta salomda. 2 rakat o'qisa, ana undan keyin alohida turib o'qirsin 2 rakat. Bir darga bitta salom bilan nima qilmasin? Jamlamasin. Tushunarlimi? İkinci rekatta sahna eseri çıktı olsa fotoğrafı, arada ikinci rekatta. Namoz vaqtida o'qiydi. Va illa fala tasihhu ana. O javob kelyapti. Agar qa'daga ulo qilmasa, namoz durust bo'lmaydi. Boshqadan o'qish kerak. Pesin bo'lmaydi. Ma'qulmi? Ma'qulmi? Bu yerda asr namozi farzi nima bo'ldi degan gap bo'lyapti. Ha? 4 rakat o'qidik, 4 rakat basmi? Yo'q, bizda nima? Hanafiy mazhabda val qasru azimatu. Ma'qulmi? Illa iza nawal iqomata lamma qama lis-salisati. Ana 2 rakat o'qiyotdi musofir holatda. Ana 3-rakatga turayotgan paytida iqomatni niyat qildi. Shuncha 15 kun turaman degan niyat bo'ldi namozda. Ma'qulmi? Namoz nimaga aylanib qoladi? 2 rakat, 4 rakatga aylanib qoladi. Ma'qulmi? 4 rakat qilib tugatadi endi. Ana uni endi zimmasiga farzi, qa'dasi oxiriga taqalib qoladi. Ma'qulmi? Tushundingizmi? Tushundingizmi? Wala yazalu yaqsuru hatta yadkhula misrahu. Endi bir odam safarda yurgan bo'lsa, musofir bo'lib yurgan bo'lsa, qasr qilib namozlarni o'qigan bo'lsa, to o'zining shahriga kirmagungacha nima bo'lar ekan? Musofir hukmida. Ma'qulmi? To o'zining shahriga kirmaguncha musofir. Bu nima degani? Bu borib 15 kun turaman degan niyat qilsangiz ham, o'tda xo'p muqimsiz, lekin safarga chiqishni boshladingizmi? Musofirga aylanasiz, to o'zingiz shahringizga kirmaguncha musofirsiz degan. Ma'qulmi? Yo bo'lmasam, bu yerda ham vatani asli bor, xotin bola qiz bor, narigi tomonda ham xotin bola qiz bor. Borib kelib yashab yurasiz.
Mana bu joydan chiqqandan keyin to narigi joyga borgungacha nima? Musofirsiz yo'lda. degan masalalarni qamrab olaveradi. Tushunarlimi? Aw yanviya iqomatahu nisfa shahrin bi baladin, yoki bir joyda nima? Xo'p ketdi. Yo bo'lmasam bir odam ketdi, ishim bitganda nima qilaman? Qaytaman dedi. U qancha yursa yuraversin. Musofir bo'ladi. To o'zining shahriga kirmagungacha. Yoki borgan joyda 15 kun turishni niyat qilmagungacha. Ma'qulmi? Borgan joyda qaror topdi, 15 kun turishni niyat qilsa, o'sha joyda bir joyda nima bo'ldi? Muqimga aylanadi. Ma'qulmi? Bir baladin yoki bir shaharda bo'lishi mumkin, aw qoriyatin yoki bir qishloqda bo'lishi mumkin. Ma'qulmi? Niyat qilsa keyin nima bo'ladi? Holatda muqimga aylanadi. Va qasar innawa aqalla minhu, lekin undan ozini, 15 kundan ozini, 14 kun, 13 kun, 11 kun va hokazo niyat qilgan bo'lsa turaman deb qasr qilib o'qiydi namozlarini. Avlam yanu yoki hech nima niyat qilmadi. Safarni niyat qildi xolos. Boraman dedi, hech nima niyat qilgan yo'q. Borib ishimni bitirib kelaman deyapti. Bordi. Iqomatni niyat qilgan yo'q. Hech nima ayolni o'tkazgan yo'q. Ishim bitsa qaytaman deyapti. Ma'qulmi? Ba'zi nima bo'lib qoladi? Qanaqadir bir biznes shartnoma bilan borasiz. Hali joyda nima? Aniq bo'lmay turadi. Ishim bitsa qaytaman degansiz. Hech nimani boshqa niyat qilganingiz yo'q. Safarga chiqishni niyat qilgansiz, lekin o'tda qolish, qolmaslikni niyat qilganingiz yo'q. Ishim bitishi bilan qaytaman deyapti. Ish cho'zilyapti. Yoki qanaqadir nima shaharda nima qilgansiz, bitta odam bilan sherikchilik qilib, o'tda shaharda biznes qilgansizlar, ular u odam yeb ketdi. Siz borib u joyda nima qilasiz? Sudlashyapsiz. Ishim bitishi bilan nima qaytaman degan niyatingiz bor. Sud jarayoni cho'zilib qolib ketdi. 1 oy, 2 oyga cho'zilib qoldi masalan. 1 yilga ham, 1 yil, 2 yil ham cho'zilishi ham mumkin. O'sha yerda nima? Ishim bitishi bilan nima qiladi? Ketaman deyapsiz. Sizni holat qaror topish emas, ishim bitishi bilan qaytaman degan holatdasiz. Ma'qulmi? Hech nima niyat qilganingiz yo'q. 15 kun turaman degan niyatingiz yo'q. Ana shu paytda va baqiya sinin bir necha yillab qolib kelsangiz ham namozni qasr qilib o'qirasiz. Masalan, aytadilar, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu Ozarbayjonda 6 oy turganlar deydi. Qasr qilganlar namoz. Yo bo'lmasa Alqama ibn Qays Xorazmda 2 yil turganlar deydi. Qasr qilganlar namozni deydi. Ishim bitsa qaytaman deganda biror narsani niyat qilmagan. Iqomatni niyat qilmagan. Borib turgan, yashagan, boshqa iqomatni ya'ni niyat qilmagan. Hech nima niyat qilmagan. Ma'qulmi? Demak, musofir bo'lasiz. Ma'qulmi? Wala tasihhu niyatul iqamati bi baldatayn lam yu'ayyin al-mabit bi ihdahuma. Ikkita shaharda iqomatni ikkita shaharga bog'ladi. Masalan, men Toshkentlik bo'lsam, safar qilyapman vodiyga. 15 kun Farg'onada turaman, Farg'ona va Marg'ilonda turaman. Farg'ona shahar boshqa, Marg'ilon shahar boshqa. Bir-biriga yaqin. Ma'qulmi? Toshkentga odam keldi, safar masofasi bor, safarga chiqishni niyat qildi. Xo'p, men nima? Farg'onada turaman va nimada turaman? Marg'ilonda turaman. 15 kun ishda bo'laman. Demak, 15 kunning naqi bordi. Ajrat bordi ikkalasiga. Ma'qulmi? Musofir bo'ladi. Muqim bo'lmaydi. Illa bir joyda yotib qolishni qasd qilsa, boraman va Farg'ona Marg'ilonda bo'laman. Lekin yotadigan joyim Farg'onada. Kunduzi ertalab ishga boradi, ishini bajaradi, kelib kechqurun nima qiladi? Farg'onada yotadi. Sizlar bo'lishi mumkin, Marg'ilonda gaz yo'q, Farg'onada bor. Farg'onada gaz yo'q, Marg'ilonda bor. O'shini hisobini olib turib nima qildi? Yotadigan joyini Marg'ilonga oldi yoki Farg'onaga oldi. 15 kun o'shda yotaman dedi. Faqat ishi nimada? Marg'ilonda yoki Farg'onada. Aksi ham bo'laveradi. Ishini bitiradi, tijoratini qiladi yo boshqasini qiladi, hech qachon kelib nima qiladi? Gastrisada qoladi Farg'onada. 15 kunni bir joyda yotishdan nima niyat qilgan. Garchi ikkala shaharda borib bir shaharda ishi atta bo'lsa ham. Yotadigan joy bitta bo'lganligini e'tibordan bitta shaharda qolyapti deyiladi. Asosiy mabit e'tiborli bitta. Ma'qulmi? Shunda safarda asosiy nima? Bir joyda 15 kun qolaman deyishdan mabit e'tiborli. Ma'qulmi?
Faqat nima Farg'onada ish qilish shart emas. Farg'onada borib yotishni, qolishni niyat qildingiz, 15 kun qolaman dedingiz, ertalabda turib ishga qarab ketavering. Modomiki safar masofasi bo'lmasa, hali boradigan turgan joyingizdan u boradigan ishxonangizga nima safar masofasi bo'lmasa, haligi joy nima quvvati buzilmaydi. Iqomat quvvati turaveradi. Tushundingizmi? Ma'qulmi? Xo'p. Mashaqacha bo'ladi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.